Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot hech shubhasiz har bir pensionerga, ularning yaqinlariga umuman pensiya tizimi bilan qandaydir aloqasi bor har bir insonga tegishli. Agar siz yoshingiz kattalashib, nafaqa ta'minotiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bugungi videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot juda katta ahamiyatga ega. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Qadimdan pensiya tizimi doimo ma'lum bir qoidalarga asoslanib ishlaydi. Pensiya tayinlashda asosiy omillardan biri bu shubhasiz fuqaroning yoshi. Ya'ni tug'ilgan yili juda muhim hisoblanadi. Ilgari pensiya hujjatlarini topshirishda fuqaroning tug'ilgan yili pasport yoki tug'ilish guvohnomasi orqali avtomatik ravishda tasdiqlanar edi. Pensiya jamg'armasi xodimlari barcha kerakli ma'lumotlarni markazlashgan ma'lumotlar bazasidan yoki taqdim etilgan hujjatlardan olar edilar. Ko'pchilik uchun bu jarayon shunchaki rasmiyatchilik bo'lib tuyulardi. Chunki barcha ma'lumotlar davlat idoralarida allaqachon mavjud deb hisoblanardi. Ammo hozir vaziyat biroz o'zgardi. Pensiya jamg'armasi o'z faoliyatida raqamli texnologiyalarni yanada chuqurroq joriy etishga, ma'lumotlar bazalarini maksimal darajada yangilashga va ularni o'zaro integratsiyalashga katta e'tibor qaratmoqda. Bu jarayonning asosiy maqsadlaridan biri pensiya tayinlash va to'lash jarayonidagi xatoliklarni minimallashtirish, fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va eng muhimi, imkon qadar ko'proq pensiya oluvchilarni qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar bilan ta'minlashdir. So'nggi paytlarda pensiya jamg'armasi o'zining ma'lumotlar bazasida ba'zi pensionerlarning tug'ilgan yillari bilan bog'liq noaniqliklar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar borligini aniqladi. Bu holat turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Masalan, eski namunadagi hujjatlar, qo'lda yozilgan arizalar, ma'lumotlar kiritishda yo'l qo'yilgan xatolar yoki ba'zida fuqarolarning o'zlari ma'lumotlarni to'liq taqdim etmagan holatlar. Natijada jamg'arma ushbu ma'lumotlarni aniqlashtirish zaruriyatini bildirdi. Eng muhimi shundaki, tug'ilgan yilingizni tasdiqlash yoki aniqlashtirish. Ya'ni pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida siz haqingizdagi ma'lumotlar to'liq va aniq bo'lishini ta'minlash sizga pensiyangizga 20% miqdorida qo'shimcha to'lov olish imkoniyatini berishi mumkin. Bu oddiygina so'rov emas, balki muhim bir imkoniyat va shu bilan birga jamg'armaning barcha pensionerlar uchun adolatli va aniq pensiya hisoblashga intilishi natijasidir. Endi bu o'zgarish shunchaki rasmiyatchilik emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingizga va to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiluvchi muhim omilga aylandi. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga kerak emas. Keling, bu masalani yanada chuqurroq tahlil qilamiz. Aslida har bir pensionerning tug'ilgan yili pensiya jamg'armasi uchun juda muhim parametr hisoblanadi. Chunki pensiya miqdori unga qo'shiladigan ustamalar, turli imtiyozlar va hatto ba'zi holatlarda pensiyaning umumiy muddati ham shunga bog'liq bo'lishi mumkin. Hozirgi chaqiriq asosan pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida tug'ilgan yili haqidagi ma'lumotlar yetarli darajada aniq bo'lmagan yoki yangilanishi zarur bo'lgan pensionerlarga qaratilgan. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda xavotirlanishi kerak bo'lganlar bu bir: hujjatlari eski namunadagi pensionerlar. Agar siz pensiyaga 1990 yillarda yoki undan oldin chiqqan bo'lsangiz va o'sha paytda hujjatlar qog'oz shaklida qo'lda to'ldirilgan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz elektron bazalarga kiritilishda ba'zi noaniqliklar yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. O'sha davrlarda kompyuterlar kam edi. Ma'lumotlar kiritishda inson omilidan kelib chiqadigan xatolar ehtimoli yuqori bo'lgan. 2. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjati o'zgarganlar. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin pasportingizni yangi namuna ID karta bilan almashtirgan bo'lsangiz yoki familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi o'zgargan bo'lsa va bu o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilmagan bo'lsangiz, ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar eskirgan bo'lishi mumkin. 3. Chet elda yashab, so'ngra O'zbekistonga qaytib kelib pensiya olganlar. Bunday holatlarda turli mamlakatlardagi hujjatlar va ma'lumotlar tizimlari farq qilishi sababli ma'lumotlarni o'zaro moslashtirishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. 4. Qo'shimcha ma'lumotlar
ustamalar yoki qayta hisoblash uchun murojaat qilgan va pensiya jamg'armasi tomonidan ma'lumotlaringizni aniqlashtirish zarur degan javobni olganlar. Bu eng aniq belgi bo'lib, sizning tug'ilgan yilingiz haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlash zarurligini bildiradi. Misollar, bir misol Ahmad aka 1940-yilda tug'ilgan. U 1990-yilda pensiyaga chiqqan. O'sha paytda hujjatlar qog'ozda to'ldirilgan. Ahmad akaning pasportidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasining elektron bazasiga kiritilgandi. Kompyuterda kirituvchi xodim 1902 o'rniga tasodifan 1909 deb kiritib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu xato sababli uning pensiyasi bir yilga kechroq hisoblab chiqilgan bo'lishi mumkin edi. Endi esa agar Ahmad aka o'z tug'ilgan yilini tasdiqlasa, uning pensiyasiga har oy 20% qo'shimcha to'lov qo'shilishi mumkin. Tasavvur qiling, uning pensiyasi hozir 1.500.000 so'm bo'lsa, 20% qo'shimcha to'lov 300.000 so'mni tashkil qiladi. Bu yiliga 3-6 ming so'm degani. Ikki masol, Mehribon opa 1925-yilda tug'ilgan. U 2010-yilda pensiyaga chiqqan. O'shandan buyon u hech qanday hujjatini yangilamagan va pensiya jamg'armasi bilan muloqot qilmagan. Uning eski pasportida tug'ilgan yili aniq ko'rsatilgan bo'lsa-da, pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida uning shaxsiy ID raqami, JSHR bilan bog'liq ma'lumotlar to'liq yangilanmagan bo'lishi mumkin. Mehribon opa endilikda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib o'z shaxsiy ma'lumotlarini, ayniqsa tug'ilgan yilini tasdiqlab 20 bardan ustama olishi mumkin. Bu uning oylik pensiyasini sezilarli darajada oshiradi. Uch misol, Nodir aka 1960-yilda tug'ilgan, uzoq yillar xorijda ishlagan va yaqinda O'zbekistonga qaytib kelib pensiyaga chiqish uchun murojaat qilgan. Uning xorijda olgan hujjatlar asosida pensiya tayinlangan, ammo ularda tug'ilgan yiliga oid ma'lumotlar bir oz boshqacha formatda ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida ma'lumotlar mos kelmasligi sababli Nodir akaning pensiyasiga qo'shimcha to'lov berilmay qolishi mumkin edi. Agar u pensiya jamg'armasining ushbu chaqirig'iga javob bersa, o'z tug'ilgan yilini yana bir bor tasdiqlasa, unga ham 20 ustama tayinlanishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. 1. So'nggi 5 yil 10 yil ichida pensiyaga chiqqanlar. Agar siz yaqinda, ya'ni so'nggi 5-10 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz zamonaviy elektron tizimlar orqali kiritilgan bo'lishi va aniqlik darajasi ancha yuqori bo'lishi ehtimoli katta. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida sizning tug'ilgan yilingiz haqidagi ma'lumotlar to'liq va aniq bo'ladi. Ikki hujjatlari to'liq va raqamlashgan bazalarga kiritilganligi to'g'risida tasdiq olganlar. Agar siz avvalroq pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z ma'lumotlaringizning to'g'riligini tasdiqlagan bo'lsangiz yoki sizga pensiya tayinlangandan beri hech qanday muammo yuzaga kelmagan bo'lsa, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilgan. 3. Pensiya jamg'armasining saytida yoki davlat xizmatlari markazlari orqali o'z shaxsiy kabinetida ma'lumotlari to'liq aks etganlar. Bu zamonaviy usul bo'lib, siz o'z ma'lumotlaringizni onlayn tekshirishingiz mumkin. Agar hamma ma'lumot joyida bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Ikkinchi asosiy qism, qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor etilmagan nuanslar. Bu masala oddiydek tuyulsa-da, ba'zi bir muhim nuanslar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos qiladi va jarayonni yanada samaraliroq yakunlashga yordam beradi. Bir 20 qo'shimcha to'lov hammaga ham berilmaydi. Eng muhim nuansa shuki, bu 20 qo'shimcha to'lov shunchaki tug'ilgan yilni aytgani uchun avtomatik ravishda berilmaydi. Bu ustama sizning tug'ilgan yilingiz haqidagi ma'lumot pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida noaniq bo'lganda yoki umuman mavjud bo'lmaganida va siz ushbu ma'lumotni tasdiqlab yangilaganingizda qo'llaniladi. Agar sizning ma'lumotlaringiz avvaldan to'g'ri bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lov berilmaydi. Bu bonus noto'g'ri yoki yetishmayotgan ma'lumotlarni tuzatish uchun rag'batlantirishdir. Misol, Malika aya 1900-yilda tug'ilgan. Uning pensiyasi 2005-yilda tayinlangan va o'sha paytda barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan. U pensiya jamg'armasining chaqirig'iga javob berib, o'z tug'ilgan yilini qayta tasdiqladi. Lekin uning ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlari avvaldan ham to'g'ri bo'lganligi sababli unga 20% ustama tayinlanmadi. Chunki uning ma'lumotlarida hech qanday noaniqlik yo'q edi. Bu shuni anglatadiki, sizga ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun murojaat zarur bo'lsa ham, bu avtomatik ravishda
igim parhez ustama olishni kafolatlamaydi. Balki faqatgina ma'lumotlardagi xatolar aniqlanganda va tuzatilgandagina beriladi. 2. Ma'lumotlardagi noaniqlik tushunchasi. Pensiya jamg'armasi uchun noaniqlik faqatgina noto'g'ri sana kiritish emas. Bu hatto tug'ilgan kun va oyining yo'qligi, faqat yilning mavjudligi ham bo'lishi mumkin. Yoki pasportingizdagi ma'lumotlar bilan pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlar o'rtasida kichik harfiy farqlar mavjudligi ham noaniqlik hisoblanishi mumkin. Misol uchun, pasportda Muhammad deb yozilgan bo'lsa, bazada Muhammad deb kiritilgan bo'lishi ham kichik xatolikka olib kelishi mumkin. O'tu muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Bu jarayonning qachongacha davom etishi haqida aniq ma'lumot berilmagan bo'lsa-da, odatda bunday rag'batlantirish choralari cheklangan muddatga ega bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish tavsiya etiladi. Kechikish natijasida siz bu imkoniyatni qo'ldan boy berishingiz mumkin. 4. Bir nechta pensiya turlarini oluvchilar uchun. Agar siz bir vaqtning o'zida ham yoshga doir pensiya, ham nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olsangiz, barcha pensiya turlari uchun ma'lumotlaringizni aniqlashtirish muhim. Chunki har bir pensiya turi o'z hisoblash qoidalariga ega va tug'ilgan yili ularning har biriga alohida ta'sir ko'rsatishi mumkin. 5. Internet orqali tekshirish imkoniyatlari. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlarining portalida yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida shaxsiy kabinet orqali o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirish imkoniyati mavjud. Agar siz ushbu imkoniyatdan foydalansangiz va ma'lumotlaringizda noaniqlik aniqlansa, darhol choralar ko'rishingiz mumkin. Ba'zi pensionerlar uchun bu juda murakkab tuyulishi mumkin. Lekin yoshroq oila a'zolar yordamida buni osongina amalga oshirish mumkin. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Aniq harakatlar rejasi. Siz nima qilishingiz kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Bir qadam ma'lumotlaringizni tekshirish. Avvalambor, sizning pensiya ma'lumotlaringizda tug'ilgan yilingiz qanchalik aniq ekanligini bilib olishingiz kerak. Buni bir necha usul bilan amalga oshirishingiz mumkin. Eng oson yo'li pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qilish. U yerda xodimlar sizning ID kartangiz, pasportingiz orqali ma'lumotlaringizni tekshirib beradilar. Agar internetdan foydalana olsangiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My orqali shaxsiy kabinetingizga kirib, pensiya hisob varag'i yoki pensiya ma'lumotlari bo'limini topishingiz va o'z ma'lumotlaringizni onlayn tarzda ko'rib chiqishingiz mumkin. Bunda sizning elektron raqamli imzo, eri kalitingiz bo'lishi talab etiladi. Agar u yo'q bo'lsa, uni davlat xizmatlari markazlaridan olishingiz mumkin. 2 qadam, agar ma'lumotlarda noaniqlik aniqlansa, hujjatlarni tayyorlash. Agar tekshirish natijasida tug'ilgan yilingiz pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida noto'g'ri, to'liq emas yoki umuman mavjud emasligi aniqlansa, quyidagi hujjatlarni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Yangi namunadagi ID karta yoki biometrik pasport. Agar sizda eskirgan pasport bo'lsa, uni yangisiga almashtirishni maslahat beraman. 2. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. Bu sizning tug'ilgan yilingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat hisoblanadi. Agar u yo'qolgan bo'lsa, FDYO organlariga murojaat qilib, nusxasini olishingiz mumkin. Nikoh guvohnomasi. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, ayniqsa ayollar uchun familiya o'zgarganda bu hujjat juda muhim. 4. O'tmishdagi mehnat daftarchasi. Agar sizda mehnat daftarchasi bo'lsa, u ham ba'zi hollarda shaxsiy ma'lumotlarning aniqligini tasdiqlashda yordam berishi mumkin. 5. Pensiya guvohnomasi. 3 qadam murojaat qilish. Barcha kerakli hujjatlarni tayyorlaganingizdan so'ng siz 2 joydan biriga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu eng qulay variant. Respublika bo'ylab DXM filiallari mavjud bo'lib, u yerda navbat kutish tizimi samarali yo'lga qo'yilgan. Siz xodimga o'z murojaatingizning maqsadini tushuntirasiz. Ya'ni tug'ilgan yilingizni tasdiqlash va pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasidagi noaniqliklarni bartaraf etish. Ular sizga maxsus shaklni to'ldirishga yordam beradilar. Bu hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlari. Siz doimiy yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga ham murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizning hujjatlaringizni qabul qilib, ma'lumotlarni qayta tekshirish va kiritish jarayonini boshlaydilar. Nima yozish kerak? Murojaat paytida sizdan ariza yozish talab qilinishi mumkin. Arizada quyidagilarni aniq ko'rsatishingiz zarur. 1. Kimga?
hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'iga yoki DXM direktori nomiga ikkita kimdan familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, o'chi arizaning nomi. Pensiya hujjatlaridagi shaxsiy ma'lumotlarni tug'ilgan yilni aniqlashtirish to'g'risida 4 asosiy qism: men, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan yilda tug'ilganman. Pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida mening tug'ilgan yilim noto'g'ri yoki to'liq kiritilmaganligi aniqlandi. Pensiyamga 20 bardan miqdorida qo'shimcha to'lov olish imkoniyatini taqdim etish maqsadida mening tug'ilgan yilimga oid ma'lumotlarni tasdiqlab, pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasini yangilashingizni so'rayman. 5 ilova: tayyorlagan hujjatlaringiz ro'yxati, pasport nusxasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma nusxasi va hokazo. 6 sana va imzo. 4 qadam: javobni kutish va pensiyangizni tekshirish. Murojaatingiz ko'rib chiqilgandan so'ng pensiya jamg'armasi ma'lumotlaringizni yangilaydi. Ma'lumotlar bazasida noaniqlik bo'lib, u siz tomonidan tasdiqlangan bo'lsa, sizga 20 bardan miqdorida qo'shimcha to'lov tayinlanishi mumkin. Bu jarayon bir necha haftadan bir oygacha vaqt olishi mumkin. Sizga ijobiy yoki salbiy javob yozma ravishda beriladi. Keyingi oydan boshlab pensiya to'lovingizni diqqat bilan tekshiring. Agar ustama qo'shilmagan bo'lsa va sizda shubha tug'ilsa, pensiya jamg'armasiga yana murojaat qilishingiz va aniqlik kiritishingiz mumkin. Bu jarayonning har bir bosqichida sabr toqatli bo'lish va barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish juda muhimdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, bugungi videomizda pensiya jamg'armasining umum chaqirig'i, tug'ilgan yilini tasdiqlash va pensiyaga 20 bardan ustama olish imkoniyati haqida batafsil ma'lumot berdik. Esingizda bo'lsin, bu shunchaki rasmiyatchilik emas, balki sizning moddiy farovonligingizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiluvchi jiddiy masala. O'z ma'lumotlaringizni tekshirish va zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish orqali siz nafaqat adolatli pensiya olishingizni ta'minlaysiz, balki davlat tomonidan berilayotgan qo'shimcha imkoniyatlardan ham foydalanasiz. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazishimiz kerak. Shuning uchun iltimos, ushbu videoni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Kimdir bu ma'lumotni eshitib, o'z pensiyasiga qo'shimcha mablag' olsa, uning duosiga sazovor bo'lasiz. Quyidagi izohlarda o'z fikr va tajribalaringizni yozib qoldiring. Sizning ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Murojaat qilganmisiz? Natijalar qanday bo'ldi? Bu boshqa tomoshabinlar uchun juda foydali bo'ladi. Videoga like bosishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.